Yasir ailesi. Sizlarni bu azapdan kim qutqizalaydi? Lat, Uzzaga qaytinglar. Muhammaddan voz kechinglar. Shunda qilsanglar sizlarni azod qilaman. Abu Jahl, Allah, biz topgan bu haqiqat yo'liga baliq bo'lsa-mu, sening va'da qilgan soxta erkinligingdan ming afzal. Biz bir Allohga iymon etdik. Bu yo'ldan qaytmaymiz. Sen qeri texi men bilan qarshilashqudak bo'ldingmi? Canım dada, canım ana. Ben sizlarga yordam qilolmadim. Meni kechiringlar. Oğlum Ammar mustahkam tur. Bizning jinimiz Allah yo'lida pidah bo'lsin. Bizning uchrashadigan joyimiz jannatdir. Yasir ailesi Yemen'den Mekke köşmen aile bulup Mekke kattıbaşlardan Abu Cehil'nin himayesideydi. Peygamber aleyhisselam'a vahiy kelgende Yasir isimli bu yaş tuncu bulup Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. İslam'ның dastlabki mezgilida İslam daveti maxfiy berilg'achqa Ammar Darul Arqamda Rasulullah'dan maxfiy ta'lim oldi. Ammar ibn Yasir'ning qalbini yo'rtiyotgan islom o'ti bu haqiqatni ota-onasiga yetkazishga majburlaydi. Buning turtkisida Ammar ibn Yasir ota-onasiga islomni tushuntirib, o'zining iymon etganligini aytdi va ularni payg'ambarimizga iymon etishga da'vat qildi. O'qilgan Qur'onlar, islom ko'rsatmalari, payg'ambarimizning so'zlari ularga go'yo zulmat qorong'ulikda yiqilgan mash'al kabi oldini yurdi. Shuning bilan Ammar, dadisi Yasir va onasi Sumayya bir oilalik kishilarning hammasi musulmon. Bu vaqtda Ammarga o'xshash boshqalarning himoyasida yashayotganlardan musulmon bo'lganlar oshkorlanib qolsa, ular nihoyat og'ir jazoga uchraydi. Ammar va uning ota-onasi iymonini shuncha maxfiy tutsa-mu, Maqsum jamiyatining katta boshlaridan Abu Jahl ularning musulmon bo'lganini anglab, nihoyat g'azablandi. Ey Yasir ailesi. Sizlarni bu azapdan kim qutqizalaydi? Lat, Uzzaga qaytinglar. Muhammaddan voz kechinglar. Shunda qilsanglar sizlarni azod qilaman. Abu Jahl, Allah, biz topgan bu haqiqat yo'liga baliq bo'lsa-mu, sening va'da qilgan soxta erkinligingdan ming afzal. Biz bir Allohga iymon etdik. Bu yo'ldan qaytmaymiz. Sen qeri texi men bilan qarshilashqudak bo'ldingmi? Canım dada, canım ana. Men sizlarga yordam qilolmadim. Meni kechiringlar. Oğlum Ammar mustahkam tur. Bizning jinimiz Allah yo'lida pidah bo'lsin. Bizning uchrashadigan joyimiz jannatdir. Peygamber aleyhisselam ularning azaplanayotganligini ko'rib, shuncha azaplanadi va ularga tasalli berdi. Ey Yasir ailesi, sabr qilinglar. Sizlar jannatda jam bo'lasizlar. Abu Jahl texim haddidan eshib Ammarning onasi Sumayyaga nayza sanchib azoblaydi. Og'riq azobidan Sumayyaning chiyqirgan ovozi Makka osmonini bir oladi. Ammarga bo'lsa o't qo'yib dahshatli usullar bilan qiynaydi. Peygamber aleyhisselam uning yenidan o'tganda muborak qo'lini uning beshiga qo'yib, beshini salab turib, "Ey o't, İbrahim'e salqin ve amallik bo'lganingdek, Ammarga salqin ve amallik bo'lgin" deydi. Muhammadni tillasang, men seni hozirlik qo'yib etaman.
Sümeyye shuncha azoblangan bo'lsa-mu keskin rad qilib Abu Jahlning yuziga tükürdü. Abu Jahl texmi g'azablanib qo'lidagi nayzini Sümeyye'ga sanjib o'ldiribdi. Shunda qilib Sümeyye islomdagi tunji shahid ayol bo'ldi. Ayolning shahid qilganini ko'rgan yo'ldoshi Yasir bag'laqdan bo'shinish uchun o'zini har tarafga urdi. Ondan Abu Jahl Ammarning yeniga kelib, onunga tahdid soladi. İmaningdan yan. Bo'lmasa seni mi öldürmen? Ammarning ko'z oldida ota-onasi o'ldirilgan edi. Asli u shuni yo'qotayli deb qolgan edi. U qatmuqat ruhiy va moddiy azob ichida Abu Jahlning talab qilganidek butlarni tilga oladi. Ondan uni Abu Jahl qo'yib o'tadi. Ammar qalbi norozi holda aytilgan bu so'zlardan qattiq azoblandi. Ba'zi sahobalarmi bu ishdan qattiq xafa bo'ldi. Ammar imanından yenipti. Ammar tükeşti. İmanından yandı. Ba'zi sahobalar payg'ambarimizning yeniga kelib, Ey Resulullah, Ammar tükeşti. O imanından yenipti. payg'ambarimiz oldi bilan o'zim Ammar bilan bir ko'rishay, uni chaqiringlar deydi. Sahobalar Ammarni chaqirdi. Ammar yig'ilgan holda Rasulullohning yeniga keladi. U hijolatdan Rasulullohning chiroyiga qarayolmaydi. Ey Ammar, menga qara. Sana bo'lgan ishlarni, sen degan gaplarni angladim. Shu topda qalbingdagini bilgin ba. Qalbingdagi iymoning qandaqroq deb so'raydi. Ey Resulullah, mening qalbim iman bilan to'lgan. Men o gaplarni azobga chidayolmay, majbur holda deb soldim. Mening qalbim imonga to'lgan ey Resulullah. Payg'ambar alayhissalom, ey Ammar, va in aadu fa'ud. Ya'ni agar seni yana majburlab qolsa, yana eg'izingning uchida iymondan yenib ba deydi. Payg'ambar alayhissalom Ammarni sifatlab, muli'a Ammarun imanan ila mushashi. Ammar tapinidan tortib beshining uchigacha iymonga to'lgan bir yigitdir deydi. Ammar xushalliqdan yig'lab ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambarimizga tövendagi oyatni nozil qiladi. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allohi wa lahum azabun azim. Kimiki Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursa-mu, majburlash ostida og'izdil iymondan yanganligini bildirganlar bundan mustasno. Kufr bilan ko'ngli azodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Sahobalardagi iymon yo'lidagi savrchanlik mana shunday edi. Ota-onasi ko'z oldida vahshiylarcha o'ldirilsa-mu, qalbidan iymon qilch tavirmagan edi. Hech kimga tapitani qilmaydi. Chunki ular iymonni haqiqiy Alloh uchun aytgan edi. Alloh yo'lida azob ichidan huzur oladi. Chunki azobda buyuk g'oya va ma'no bor edi. Mushriklar musulmon bo'lganlarga qarta zulmni kun sari oshirdi. Bu sababdan musulmonlar Madina Munavvarga hijrat qildi. Ammar ibn Yasir mu payg'ambarimizning buyrug'i bilan iymonini saqlash uchun hijrat qildi. Ammar Madinaga hijrat qilgandan keyin Rasulullohga Quba masjidi bino qilish taklifini bergan va Quba masjidini bino qilish uchun tunji tosh to'plab masjidning asosini solgan sahoba edi. Payg'ambar alayhisalom buni ko'rib, "Bit-tayyibil mutayyib", pak esil yigit deb maqtagan edi. Nurg'un kishilar jannatni orzu qiladi. Ammo Ammarning alohidaligi shuki, jannat uni orzu qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda mundaq degan: "Jannat 3 kishiga talpinadi. Uning biri Ammar degan edi." Bu nima degan buyuk bishorat. Ammar qaror chiqarishga mohir, aqlli sahoba edi. Payg'ambar alayhisalom Ammar ikki ishning orasida qolsa eng to'g'risini tanlaydi deb baho bergan. Shundaqla Payg'ambar alayhisalom mendan keyin Abu Bakr va Umarga ergashinglar. Ammarning ko'rsatgan yo'li bilan to'g'ri yo'lni tepinglar degan edi. Ammar Rasulullohdan ayrilmay, Rasululloh qatnashgan jihadlarning hammasiga qatnashgan edi. Rasululloh islomning tunji kunlarida uning to'lagan badallarini esidan chiqarmagan edi. Bir kun Xolid ibn Valid Ammarga qo'pollik qilib soladi. Ammar buni payg'ambarimizga shikoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom kimiki Ammar bilan adovatlashdi ekan, Alloh bilan adovatlashgan bo'ladi. Kimiki Ammarning ochiqini keltirdi ekan, Allohning g'azabini keltirgan bo'ladi degan edi. Ammar payg'ambar alayhisalomning tarbiyasini eng yaqindan ko'rgan cho'ng sahobalarning biri edi. U bir qitim suv topolmaganda qandoq tahorat olishni bilmay, butun badanini tuproqqa milgan.
Keyin Payg'ambar alayhissalom uningga tayammumning oddiy usulini o'rgatgan. Bu vaqa islom fiqhisidagi tayammum ahkomlarining bizga yetib kelishiga sabab bo'lgan. Bilganimizdek, Rasulullohning vafotidan keyin ba'zi arab qabilalari iymondan yenib olgan va isyon qilgan edi. Hazrat Abu Bakr ularga qarshi qo'shin tortgan bo'lib, Ammar Rasulullohdan keyin bu qo'shinda o'rnagan. Shundoq u bu urushda ajoyib fidokorlik ko'rsatgan ediki, Ibn Umar Ammarning urushdagi holatini tasvirlab, Ammarning bu urushda qo'li kesilib ketgan bo'lib, qon eqiyotgan bo'lsa-mu, Ammar qilch parvo qilmasdan dushmanga qarab ilgirlab urush qilyotdi deydi. Islomning dastlabki mezgillarida ajoyib qiyin qistoqlarga uchragan Ammar Hazrati Umar radhiyallohu anhuning davrida Kufaga vali qilib tayinlangan edi. Hazrati Umar uni avatganda Kufa xalqiga: "Men sizlarga Payg'ambar alayhisalomning eng tanlangan sahobalaridan birini avatdim" deb tunishtirgan edi. Darvaqa u tanlangan buyuk sahoba edi. Vali bo'lgandan keyin uning hayotidan hech narsa o'zgarmagan edi. Nihoyat oddiy-sodda yashadi. Uning uchun dunyoning boyligi bir qatimliq namozning huzuriga teng kelmaydi. Sahobalarning 10 yillik Makkadagi hayotining ajoyib qiyin qistoqlarda o'tishi Allohning ularni ana mushundoq buyuk vazifalarga tayyor qilish uchun ep berilgan sinoqlar edi. Demak, Alloh taolo buyuk ishlarga hozirlamoqchi bo'lgan kishilarni ana shundoq imtihon qiladi va tavlaydi. Shundoqla Ammar asli Makkada ojiz, hech qanday qabila himoyasi bo'lmagan bir qul edi. Islom dini uni shuncha yuqori ko'tardiki, u keyincha zo'r qo'shinlarga qo'mondonlik qildi. Davlatning muhim valilaridan bo'ldi. Ammar ibn Yasir Siffin jangi qatnashganda yeshi 90dan eshib ketgan edi. Nurg'un yoshlar jang maydonidan qo'rqib turganda, u qiyirliqqa qaramay oldingi safga chiqqan. Uning shu yeshidagi g'ayrati musulmonlar qo'shiniga zo'r ma'naviy kuch bergan edi. Muaviya bilan Hazrati Ali o'tirsida surkilish chiqqanda ba'zi sahobalar ko'zini Ammarga tikadi. Chunki Payg'ambar alayhisalom Ammar haqida Ammarni bag'iy kishilar, ya'ni haqliq musulmon xalifaga qarshi chiqqan kishilar o'ldirdi degan edi. Darvaqa Ammar ibn Yasir Muaviya qo'shini tarafidan shahid qilindi. U bu vaqtda 93 yoshda edi. Sakratga tushganda uning eg'izi qurib ketgan bo'lib, uningga darhol sut keltirilib ishkizildi. Ondan vafot topdi. Bu yerda Rasulullohning so'zi amaliyotga chiqqan edi. Chunki Payg'ambar alayhisalom uningga sening eng oxirgi rizqing bir qach sut bo'ladi deb bishorat bergan edi. Darvaqa Ammar ibn Yasir Siffin urushida shahid bo'lgan edi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu uning shahid bo'lganligini ko'rib yig'lab ketdi va uning namozini o'zi tushirdi. Ammarning qabrisi bugungi Suriyaning Raqqa shahridagi Uvays Qarni masjidiga joylashgan. Shunda qilib Hazrati Ammar ibn Yasir shahid ota-onasining shahid o'g'li bo'lib bu dunyodan xo'shlashdi. Ammar ibn Yasir bizga vaqtlik qiyinchilik yoki manfaat uchun e'tiqod va qimmat qarashdan voz kechmaslikni, iymon faqat tinch omon kunlardagi so'z emas, balki bo'ron chapqunlardagi qat'iylik bilan isbotlanganligini o'rgatdi. Ammar ibn Yasirning Rasululloh Madinaga kelishiga masjid bino qilish uchun toshlarni to'plab hozir qilishi bizga islomning taraqqiyoti uchun boshqa turish, islom qurilish uchun kuch chiqarish har bir iymon etgan kishining jannatni ko'zlagan kishining majburiyati ekanligini ko'rsatdi. Ammar ibn Yasir bizga mayli ozod qilingan qul bo'lsin, mayli vali bo'lsin, musulmonlarning hayotining tuz siziqda bo'lishi kerakligini o'rgatdi.